Mana odam uchun eng xavfli o'pkada turib qolgan havo. Turib qolgan ovqatdan ham turib qolgan havo xavfli. Bu havo turib qolgan uchun ham astma odamlar bronxialni astma bilan pриступ bo'ladi, pnevmoniya davolansa ham qaytmaydi. Buni qaytaradigan juda ham ko'p mashqlar bor. Mana tozalaydigan mashqlar juda ham ko'p. Har xil variantda. Lekin mana bittasi hammasidan ham zo'r. Sekin nafas olasiz. Keyin chiqaring. Hozir bajaring mana. Shunday nafasingda chiqaring. Ko'krak qafas pastga tushdi. Ko'krak qafasni yana ham pastga tushsangiz, o chuqur-chuqurda havo chiqadi. Oldim, chiqadi mana. Ko'rdingizmi? Ko'krak qafas pastga tushdi, o'zi nafas chiqargan paytda keyin yana ko'krak qafasini pastga yuboraman. Lekin nafas olgan paytda ehtiyotlik bilan sekin nafas olsangiz, aniq ana shu jonsizlangan havodan tiqilib bo'g'ilgan hujayralarga toza havo boradi, sekin-sekin u jonlanib boradi. Buni albatta bajaring. Mana bronxialni astma, bronxit, pnevmoniya bilan, gipertoniya bilan qiynalgan insonlarga bu foydasi juda ham katta. Mayli, sog' bo'ling.